startup jamiyatdan olinadi-da. Hozirgi kunda bolalar qanday startup boshlashyapti degan savolni beradigan bo'lsangiz, men o'ylayotgan narsa hammaga to'g'ri keladi degan narsa. Agar men hozir 5 yil orqaga qayta olganimda, men bu ishni qilmasdim. Ventureda shunday tasavvur qilish kerakki, bu olib sotar. Shunday qarab, kalkulyator yasatiladi deydi. Zo'r talantlar bor. Faqat ularni yo'naltiradigan bir ekotizim bo'lmaganligi uchun ular har joyda chalg'ib yurishibdi. Bizning keyingi ishtirokchimiz Uchqun aka To'layev bo'ladilar. Uchqun aka, marhamat. Uchqun aka ajoyib inson. Ular o'sha disk sotishdan boshlab $5 million kompaniyagacha chiqqan biznes egasi hisoblanadilar. Sotuv bo'yicha eng zo'r mutaxassis. Savollaringizni berishingiz mumkin. Keling Uchqun aka endi. Bu galgi spikerimiz bundan 20 yillar avval ishini disk sotishdan boshlagan Uchqun To'layev. Yillar davomida jamiyatdagi muammoli vaziyatlarni kuzatgan tadbirkor karantin vaqtida uyda qoldi. Ammo bo'sh o'tirgani yo'q, u o'z ustida ishladi. Ta'lim tizimidagi ayrim masalalarni startup yordamida hal qilishga kirishdi. Bu yo'l oson va xatolarsiz bo'lmadi albatta. Bugun u Yoshlar Ventures'da ayrim xatolar va yechimlar haqida gapirdi. Startup bu katta mavzu. Lekin hozirgi kunda bolalar qanday startup boshlashyapti degan savolni beradigan bo'lsangiz, qarayapti atrofda kim yaxshi pul topayotgan bo'lsa, o'shani analogini qilishga harakat qilyapti. Asli negizi startup jamiyatdan olinadi-da. Jamiyatda qanaqadir yechilmagan muammo bor, o'sha muammoga yechim topilsa, ya'ni innovatsion yechim topilsa, hammaga qulay bo'ladigan, ham narx jihatdan, ham ishlash jihatidan qulay bo'ladigan bir yechim topilsa, mana bu startup bo'ladi. Startupni boshlaganda biz eng katta qilgan xatolardan boshlaymi? Eng katta qilgan xatolarimizdan bittasi men o'ylayotgan narsa hammaga to'g'ri keladi degan narsa. Ya'ni men juda ko'p startapchilar bilan gaplashyapman, yoshlar bilan asosan. Meni g'oyam zo'r-ku deydi. Seni g'oyang hech kim sota olmasa, o'zi zo'r emas-da. Biz ham xuddi shu narsani qilganmiz, $120 ming minus bilan chiqqanmiz o'sha Vaygina. G'oyamiz zo'r, bizning g'oyamiz eng zo'ri, bunaqasi yo'q degan narsa $120 ming ga tushganmiz. Qaraganmiz, nima qilsa bo'ladi? Qilingan ishni qayta qilganmiz-da. Agar men hozir 5 yil orqaga qayta olganimda, men bu ishni qilmasdim. Birinchi g'oyani kimdir sotib oladimi degan narsani qilib ko'rish kerak. Betoda men eng asosiy yutuq nimada bo'lgan? Betodan oldin ham juda ko'p startup bilan shug'ullanganman. Hozir ham Betodan boshqa ham bir nechta startupimiz bor, ya'ni Edutizm degan startupimiz bor. Kimdir eshitgan bo'lsa, ta'lim sohasida avtomatizatsiya bilan shug'ullanadi. Endi eng asosiy narsa nimada bo'lgan? Bizda Betoni g'oyasini sotish boshlaganmiz. Ya'ni dizayn ko'rinishida sotish boshlaganmiz. Dizaynni prezentatsiya qilib sotish boshlaganmiz. Hali MVP ham hech narsa yo'q. Men dizaynni prezentatsiya qilib tadbirkorlarga sotish boshlaganman. O'sha bizga $1 million olib kelgan, ya'ni dizaynni sotish $1 million olib kelgan. O'sha pul bilan Betoni ko'targanmiz. Qahramon degan sherigim bor, u dasturchi. O'sha ikkalamiz kel dasturiy tomonni sen qilasan, sotuv marketingini men qilaman deb chegaralarni bo'lib olib, o'sha noldan sekin-sekinlik bilan biz startapni ko'targanmiz. Juda ko'p xato qilganmiz, hamma qatori, va har bir xatomiz yaxshigina pullarga olib kelgan. Chunki har bir xatoni jazosi bor-da. Jazosi bu vaqt bilan pul. Shu uchun startup qilayotgan paytda eng asosiy narsalardan bittasi buni kim sotib oladi? Tadbirkor va startaperning aytishicha, sun'iy intellekt faqat ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir kampir obrazida kimnidir so'kadigan video tayyorlash yoki sevgan qiziga chiroyli sevgi izhori yozib beradigan ilova emas, uning xizmatidan to'g'ri foydalanib ham yangi startup g'oyalar olish mumkin. Muammolar ko'p. Misol uchun ta'limdagi muammolar yetarli, urbanizatsiya bo'yicha muammolar yetarli qilinmagan. Keyin sun'iy intellekt bo'yicha juda ko'p qilinmagan ishlar bor hali. Yechilish kerak-u, juda katta mehnat bilan va juda ko'p vaqt sarflab qilinayotgan ishlar bor. Aslida sun'iy intellekt orqali oson va tez bajarsa bo'ladigan sohalar juda ko'p. Shunaqa sohalarni tanlagan yaxshi. Odamlarni men har doim aytaman, ichki bitta savoli bo'ladi-da, uni hech qachon bermaydi odam. Ya'ni nimaga men qiynalib topgan pulimni senga berishim kerak degan ichida savoli bo'ladi. Mana shu savolga javob topib boshlansa startup, nega menga pul berish kerak degan savolga javob topib boshlansa,
o'sha успешный bo'ladi. Juda ko'p startaplarni hozir g'oyasini eshitsangiz zo'r g'oya, lekin unga nima uchun pul berish kerak degan joyini o'ylab ko'rmaydi. Odamlar beradi-ku deb o'ylashadi. G'oyani esa hech narsani razraботка qilmasdan ham test qilib ko'rish mumkin. Ya'ni investor degani loyihaga qo'shib olish kerak degani emas. Men Bitoga 500 dan oshiq investor olganman. Bilasizlar? 500 dan oshiq investor olganman. Birontasini foiz bermaganman. Nima deganman? Mana shu loyiha sizga yoqdimi? Ha. Investor bo'larmi deysiz? Ha. Bo'ldi. Mana shu loyihaga pul tiking. O'zingizning biznesingiz uchun tekinga ishlatasiz. Siz shu loyihaning investori bo'lasiz. 100% ishonch bilan ayta olamanki, bizning yoshlarimiz ichida zo'r talantlar bor. Faqat ularni yo'naltiradigan bir ekotizim bo'lmaganligi uchun ular har joyda chalg'ib yurishibdi. Mana shu ekotizimni yaratish jarayoni boshlanganidan juda xursandman. Ya'ni bizda venture fondlar tashkil bo'ldi. Undan tashqari mana akseleratsiyalar ancha ko'payib qoldi. Bundan juda xursandman, chunki biz boshlaganda bunaqa narsalar O'zbekistonda yo'q edi. Bizda to'g'risi u paytlar produktimiz kalkulyator bo'lganda, qo'pol qilib aytgan, ochiq aytish kerak, kalkulyatordan boshqa narsa bo'lmagan. Hozirgi kunda qanaqadir funksiyalar bor, qanaqadir muammolarni yechib beradi, o'sha полноценный ERP sistemaga aylangan, lekin boshida unaqa imkoniyatlar yo'q edi. Kalkulyator desa ham bo'ladi. Startapni pul ishlash uchun emas, xalq manfaati uchun qilish kerak deya ta'kidlayotgan qahramonimiz bu ishda shoshma-shosharlik eng katta xatolardan biri ekanini tushuntirib, buning ortidan o'zi ham $100,000 dan ortiq zarar ko'rganini aytdi. Bitta mijoz zo'r narsa aytgan. Nima degan? Men o'zim prezentatsiya qilganman. Shunday qarab, kalkulyator yasabsizlar degan. Shunaqa kalkulyator yasadik, lekin kelajagi mamlaqa deb tushuntirib berganmiz. Produktsiz ham investor topish yoki produktsiz ham pul topish mumkin. Agar o'sha pul topilsa va o'sha startap qilinsa, o'sha успешный bo'ladi deb o'ylayman. Biz shunday qilganmiz, shu yo'ldan o'tganmiz. Hozir xursand bo'layotgan joyim o'sha ekotizimni boshlanishi, O'zbekistonda ilk qadamlari boshlandi. Mana shu ekotizim qurilsa, o'ylaymanki, bizda minglab bunaqa yoshlar bor. Ya'ni eng zo'r g'oyalarni, eng zo'r startaplarni olib chiqa oladigan yoshlarimiz yetarlicha. Faqat ularni to'g'ri yo'naltirish kerak. Ko'pchilik neprodumanniy proyektlarni razraботка qilib qo'yyapti. U qanchadir xarajat qilgan, vaqtini sarflagan, investorga boryapti, investor unga pul tikish kelmayapti. Chunki u ham kelajak ko'rmayapti-da, sennost ko'rmayapti. Ya'ni qiymat ko'rmagandan keyin pul tikish kelmaydi. Hamma investor ham xohlaydiki, shu pul tikkan startapim ertaga pul keltirsin. Ya'ni men bitta qo'pol o'xshatuv qilaman. Venture degan narsaga, ventureni shunday tasavvur qilish kerakki, bu olib sotar. Endi qo'pol o'xshatuv, shunday miyaga shunday tasavvur qilish kerakki, u olgandan keyin sotish kerak. Venture sizni olib polkaga qo'yib qo'ymaydi-da. Shunaqa fikrga kelish kerak, ya'ni startapga pul tikdimi, u sotish kerak. Bo'lmasa venture fond bo'lmaydi, u sotsialniy tashkilotga aylanib qoladi-da. Bugungi kunning xulosasi shu: startaperlar jamiyat uchun juda zarur. Muhimi ular tanlagan muammo dolzarb, yechimi esa maksimal mukammal bo'lishi kerak. Ana shundagina xalq ham, hamyon ham xursand bo'ladi. Kelganlarga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Biz xudo xolisa har oyda bir marta tashkil qilyapmiz bu narsani. Keyingilarga ham kelib o'qib topib ketishinglarni tavsiya qilamiz. Men oxirgi bitta kes aytib bering. Zo'r narsa kelib qoldi-da. Yaqinda bir ish qildim-da. Ya'ni nima qildim? Biz kelasi yilga Mena bozoriga kirmoqchimiz-da. Bordim, ham sayohat, ham bozor o'rganish bordim. Nima qildim? Sotishimiz mumkin bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda sotayotgan klientlarimiz bor, magazinlar bor-ku, o'sha magazinlarga kirib, u magazinlar bilan gaplashganda nima bo'ldi? U magazinlarda yuritayotgan, ishlayotgan hammasi Bangladesh boyagi odamlar ekanda. Ya'ni men nimani aniqladim u yerda? Kimga sotamiz biz? Demak, bizga kim kerak? Bangladeshlik menejerlar kerak. Tushunasizmi? O'sha uchun avval kimga sotaman degan fikrni ham balki qilib olish kerak. Ketirib aniqlab olish kerak-da. Kimga sotaman o'zi? O'shanda успешный bo'ladi. Ko'pchilik unga e'tibor bermaydi, prosta sotishga harakat qiladi, u yurmaydi. Hozir siz boringda Bangladeshlikka bir narsa sotib ko'ring. Shuning uchun to'g'ri tanlash kerak, ya'ni to'g'ri qadamlar qo'yish kerak. O'shanda o'ylaymanki, natija ham to'g'ri bo'ladi. Rahmat.